Assalomu alaykum. Mana sotiylik kat yo'limiz o'xshi ko'rinishi. Kat yo'limiz aqlli kat yo'l. Ko'mirga, gazga moslashgan. Eshiklari bitta, ikkita, 3 ta eshigi suvli bo'ladi. Eshik ishib ketmasin, kuyib ketmasligi uchun. Bu tomonlari mana yonbosh tomoni. Bu havo yuradigan tunneli. Buni termostat qatadigan joyi. Bu yog'i mana xo'tkani tozalaganda axlatini oladigan joyi. Bu yog'ida xo'tkani tozalaydi. Bu tomondan mana profillar ichini tozalaydi. Buni ochib tagidan axlatini oladi. Mana xo'tkalar tozalash uchun qulaylik qo'yilgan. Bu yoqda mana tepa eshikdan turbalar tozalashlik uchun mana qo'yilgan mana. Bu yoqda mana turba tozalashga qulaylik bo'lish uchun bu yog'i mana birinchi xo'tkasi. Birinchi nimasi shu yerdan kirib ketadi. Kat yo'limizda boshqa kat yo'llardan farqi profildan to'qiladi. Xo'tka tomonlari kitob emas. Keyin mana o'txonasi turbasi ko'p. Shuni hisobidan ko'mirni ekonom qilib issiqlikni balandroq darajaga olib chiqadi. 120 kilo yoqqan holda ichkari teplitsaning ichini 15 gradusdan baland ushlaydi. Bunisi esa mana uyga tayyorlangan. Kat yo'limiz, xudo xolasa buni ham eshiklarini qo'ysak bitta. Buni ham mana ombori, o'txonasi. Bu yerga 30 kilogacha sig'imi bor. Ko'mir sig'imi 30 kilogacha. Xudo xolasa buni ham ikkita eshigi suvli bo'ladi. Qolganlari suvsiz bo'ladi, 3 tasi. Bu ham xuddi shunday. Bu yoqda mana profillar tozalanadi. Bu tomondan axlat olinadi. Mana yana bitta 3 sotiylik kat yo'limiz. Bu ham bitta eshiklari ilingan yo'q hali. Xudo xolasa kraskasi bo'lsa ilamiz. Bu ham shunday 120 kilo sig'imi bor, ko'mir sig'imi omborida. Yonishi verxniy garayni, tepadan yonib pastga tushadi. Shuni hisobidan ko'mirlar ekonom qiladi mana bu tomonlari. Bu yoqlari mana ombori, dimoxotini tagidan ochib tozalashga qulaylik qilinsin deb mana qop qilib qo'ygan bu yerga.